Hurmatli do'stlar, TV Berlin boshlandi. Biz markazga kirish ishidamiz. Hozir uchrashuvlarimizni boshlaymiz. Dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida turizm sohasi vakillari mana shu yerda jam bo'lishgan. Hurmatli do'stlar, TV Berlin boshlandi. Biz markazga kirish ishidamiz. Hozir uchrashuvlarimizni boshlaymiz. ITB Berlin xalqaro turizm ko'rgazmasi juda qizg'in o'tmoqda. Bu o'sha biz uchun juda katta hamkorlik platformasi vazifasini bajarib bermoqda. Mana hozirgacha Namangan viloyat delegatsiyasi 50 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazdi va bu uchrashuvlarda umuman Namanganga, umuman vodiyga yangi turizm oqimlarini olib kelish bo'yicha, ayniqsa xorijdan, Afrikadan sayyohlar oqimini ko'paytirish bo'yicha kelishuvlarga chiqdik. Xususan biz bugun o'sha Seyshel orollarini tashqi ishlar vaziri janob Luis Fernandes bilan ko'rishdik. Germaniyadagi katta tur firma rahbari Benito Madler xonim bilan ko'rishdik. Mana Italiya, Avstriya, Vengriyaning katta tur firmalari bilan bugun hamkorlik muzokaralarni o'tkazildi. Bu uchrashuvlar o'sha prezidentimiz aytgan o'sha O'zbekistonga 11 millionga yaqin o'sha sayyohlarni olib kelishda maydon vazifasini bajarib beradi desak bo'lmaydi. Mana bugun Namangandan bu yerda 10 ga yaqin turistik kompaniyalar, mehmonxonalar egalari bu yerda ishtirok etishmoqda. Xususan mana Ziyorat Travel Indoneziya, Malayziya bilan ixtisoslashgan edi va hozirgi kunda bu o'zini rakursini Yevropaga qaratyapti. Xususan Italiya, Germaniya, Avstriyadagi yirik sayyohlik kompaniyalari bugun Ziyorat Travel bilan shartnomalar imzolashdi. Bundan tashqari mana biz ko'rishimiz mumkin tibbiy turizm bo'yicha juda katta biz hamkorliklarga erishdik. Namanganga, ayniqsa Chortoqqa mana shu tibbiyotdan davo istaganlarni Yevropadan, o'sha Afrikadan jalb etish bo'yicha biz hozir hamkorlik ishlarini qilyapmiz. Bizning vakilimiz ayni paytda Chexiyada bo'lib, Karlovy Varidagi o'sha sanatoriyalarda tanishdi, tajriba almashdi. Bu yerda yirik mehmonxona brendlari bilan biz hozir muzokaralar olib boryapmiz. Va mana shu natijasida Namangandagi navbatdagi mana 2026-yilgacha quriladigan 10 ta yangi mehmonxonani o'sha dunyo brendlari bilan hamkorligini biz ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganmiz. Oldinda uchrashuvlar turibdi, chunki bizning rejadagi uchrashuvlarimiz yana 2 kun davomida davom etadi. Yo'ldosh Mansurjon Alijonov, Ziyorat Travel turizm kompaniyasi menejerman. Turizm kompaniyamiz asosan Malayziya, Indoneziya davlatlari bilan ishlar edi. Bugun mana Germaniyaning Berlin shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro turizm yarmarkasida qatnashib, yangi hamkorlar bilan uchrashish uchun bu yerga keldik. Asosiy maqsadimiz Yevropa davlatlari, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Chexiya kabi yangi hamkorlar bilan ishlash va Yevropadan turistlar oqimini O'zbekistonga ko'paytirishdan iborat.
200 dan ortiq mamlakatda turizm sohasi vakillari mana shu yerda juda jam bo'lishgan. Bugun ITV birdan boshlandi. Juda bir ko'tarinki ruhda. Hozirgacha biz 50 ga yaqin turizm sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdik. Mana biz o'sha Tuoni kompaniyasining menejeri Petra Vodish bilan gaplashib qoldik. O'zaro hamkorlik bo'yicha ishlayapmiz. Xohlasa Germaniyadan askeriy olimlar qilish bo'yicha biz fikrlashyapmiz. Mana o'zi kontakt almashdik. Ayni paytda mana bizni stendimizga turizm qo'mitasiga Germaniyani shu hamkorimiz Sebastian Keller keldi va bu shu O'zbekiston haqida qiziqarli videolarni o'zini saytiga joylamoqchi. Meso kompaniyasi vakiliman. Bizning kompaniyamiz shu turizmga ixtisoslashgan dunyo bo'ylab juda katta sayohatlarni amalga oshiradi va bundan tashqari biz alohida media tarmoqqa asos solamiz. U yerda o'sha dunyoning turli mamlakatlarini qiziqarli lokatsiyalar haqida qiziqarli videolar joylashtirib boramiz va unda ko'plab ko'ruvchilarimiz bor. Bizni har bir postlarimizni milliondan ortiq kuzatuvchilarimiz kuzatishadi. Xuddi shu ma'noda bizning kompaniyamiz uchun O'zbekiston juda qiziq. Shundan kelib chiqqan holatda biz O'zbekistondan, xususan Namangandan video materiallarni mana olishga kelishdik. Media departamenti rahbari Anvar Ikrom bilan va bu asosda ishlab O'zbekistonni dunyoga tanitishga o'z hissamizni qo'shamiz. Thank you, Sebastian. Thank you. I sent all videos, all video materials, okay? Yep. Okay. Would be great. Super. From pochta. Via email. Email, from Yeah. email. Yeah. Okay? Super. O'shada linkga qilib Airdrop qilib tashlab anaqada. Google Disk. Google Disk qilib tashlaymiz. Bugun juda bir samarali boshlandi. Biz Hindistondagi hamkorlarimiz bilan birga ko'rishdik. Bundan tashqari Angliyaning Manchester shahridagi turfirma vakillari bilan biz muzokara olib oldik va kelishuvlarga erishdik. Mana dastlabki bu ishga oshirgacha bo'lgan holatda mana shunaqa. Hindistonliklar 10 ming yaqin. Albatta Hindiston, Bobur, Humoyun Akbarni bir juda katta obro' e'tibori borligi va uni ona vatanni ko'rish uchun istagida bo'lgan hindlarning ko'pligini aytishdi va buni yo'lga qo'yamiz.